Uzun HTML darsligi 40 qism HTML5 da rasm chizish. Bunun asosliq Canvas element orqali turbatda rasm chizishga bo'ldi. U asosliq JavaScriptdan foydalanib rasm chizdi. Rasm chizish uchun avval koordinat o'qini tushunishimiz kerak. Masalan, koordinat o'qi deganimiz x o'q bilan y o'qdan tarkib topgan tekislikni belgilaydigan o'q hisoblanadi. Masalan, yana bir amaliy misol qaraydigan bo'lsak, manada bir koordinat o'qidiki amaliy misol bergan. Masalan, bu nollik nuqtadan boshlangan bo'lsa, egizligi 40 0 degan o'rindan. Demak, o'ngga sursak, buningki bu oldidagi x o'qning qiymati eshib mangdi. Ostga qarab sursak, y o'qningki qiymati eshib mangdi. Demak, koordinat o'qi deganimiz dal shu ma'lum rayon ichidagi shuniki tavallik o'rni belgilaydigan qiymat hisoblandi. Anonki bu Canvasda chizilgan bir qancha rasm qaraydigan bo'lsak, masalan, bu bir bulon asıl qilgan siziq. Buni chizish uchun masalan, holatdagi kod orqali JavaScriptda kod yozilgan bo'lsa, Canvasda holatda aniqlab berilgan. Anonki masalan bir chamber chizishga qarta JavaScriptda bunday aniqlab bergan bo'lsa, Canvas qismi oldingi bilan asosan o'xshaydi. Yana men qaraydigan bo'lsak, JavaScript qismida bu rangning o'zgarish shaklidagi unumi uchun JavaScript kodida azroq tuzish kirgizsak bo'ladi. Anaki bu bir gulning rasmini ko'rsatish uchun bu gul flower ticket png degan shu gul rasmini biz rasm taxtasiga kirgizishda ishlatdik. Endi biz shu Canvas qurishniki qisqacha qadam bosqichini ko'rib o'tgan bo'lsak, avval Canvas qurish uchun masalan Canvas buning ID nomeri, buningki rasm taxtasining kengligi, egizligini belgilab, bu oxirgi xat kuchi, anodinki buningga JavaScript kodi qo'shimiz. Masalan, holatdagi miyad masalan buningki bu o'rni degandek. Anodinki ID orqali Canvas elementni izlaymiz. Masalan, var c document get element by id deb my canvas deb miyada Canvasga ID'ni bergan bo'lg'achqa, miyadagi ID nomeri bilan miyadagi bu JavaScriptda izlagan ikkisiniki ID nomeri o'xshash bo'lishi kerak. Andan keyin context obyektini quramiz. Masalan, var bo'shliq cxt tang c ticket get context bu tirnoq ichida qo'sh tirnoq ichida 2d deyish orqali context obyektini quramiz. Andan keyin tövendagi kod cho'ng qizil rangli tiktok bulonning asıllaydigan kodi, masalan, mayada ishlatgan kod shu, bu qizil rangga ifodani belgilasa, bu buningki egizlik bilan kengligi tiktok bulonniki shu qiymatni ifodalaydi.